Elektromobillar narxi tushdi. Bunga sabab nima? Videoni oxirigacha ko'rasiz va bunga aniqlik kiritasiz. Parkka kelishib ketadigan A segmentga mo'ljallangan elektromobil hisoblanadi. Ajoyib bo'lgan, bu yerda bagajimiz ham bor. Narxlar bizda juda arzon o'rtoqlar. Hozir Ramazon aksiyasi, hozir yaqin kungacha narx $13,500 edi. Ramazon munosabati bilan biz mashinamiz o'rtoqlar Ramazon oyi oxirigacha 2 million so'mlik voucher sovg'a sifatida beriladi. Xo'p o'rtoqlar, biz narxlarni sindirishda davom etamiz. Siz esa like bosib, podpisatsiya bo'lishni unutmang. Elektromobillar esa eng erkatoy hamda ko'rinishdan ham dizayn juda vkusli bo'lgan Changan Benben E-Star hisoblanadi. Changan Benben bir to'liq zaryad bilan 301 km yuradigan elektromobilimiz batareyka quvvati 32 kW tashkil qiladi. Hamda 75 ta ot kuchiga ega. Ko'rib turganingizdek oldi ko'rinishlar Changan emblemasi. Hamda bu yerdan zaryadni ustroystvo, ya'ni zaryad qiladigan joyi ham mavjud bu yerda. Xo'p, oldi ko'rinish, bu yerda faralarni ko'rishingiz mumkin, LED faralar hamda alyuminiy quyma diska hamda yumshoq balonlar ko'rishingiz mumkin. Bokovoy qismlarimiz mashinani ko'p qaysi mashinaga solishtirishingiz mumkin? Sparkka kelishib ketadigan A segmentga mo'ljallangan elektromobil hisoblanadi. Sparkimiz ham xuddi shunday. Xo'p, mashina Sparkdan to'g'ri ozgina kattaroq. 5 kishiga mo'ljallangan hamda mana orqa vid chiroqlar, Changan emblemasi aytganimizdek, hamda o'zining logotiplari, xo'p, ajoyib bo'lgan. Bu yerda bagajimiz ham bor. Hamda perxatniklarimiz ham. Bu sidenalarimiz bu yoqqa yotadi azizlar, hamda uncha-muncha bo'lgan yuk sig'imiga ega bo'lgan bagaj hosil bo'ladi o'rtoqlar. Xo'p, mashina uy sharoitida ham, ko'cha sharoitida ham zaryad olishga mo'ljallangan. Mana bu yoqdan yana bitta zaryadchik joyi. Xo'p, mashinada hech qanday bir sizga aytib hayron qoldiradigan joyimiz yo'q. Faqatgina bitta hayron qoladigan joyingiz, buni narxi juda hamyonbop. Albatta boya aytganimizdek, videoni oxirigacha ko'rib turing do'stlar. Xo'p, Changan Benben elektromobilimiz. Albatta bu xavfsizlik uchun mana remen taqmasangiz bu qo'ymaydi. Xo'p, salon bir ko'k rangda bir odam o'ziga tortadigan hamda mana bu svetlar bilan uyg'unlashgan holda juda ajoyib bo'lgan salon ko'rinishini, chiroyini berib turibdi. Mashina sifatli, yumshoq hamda qattiqroq plastikdan ishlangan. Bu o'ynab yoki orasi ochilib ketadigan plastik emas, yo chizilib tirnaladigan plastikdan ham emas. Va mashinada elektron oyna ko'tarib yopgichlar, oyna tushirgichlar, hop, bu yerda sentr zamogimiz, xrom detaldan ishlangan ruchkalar hamda sentr zamog. Xo'p, mashina o'zi elektromobil, albatta rol ham elektrический bo'ladi. Audio sistema mana bu ko'rib turibsiz, tablo hamda ekrani. Bu yerda konditsionerlarimiz bor o'rtoqlar, hamda bu yoqda zaryadchik qiladigan, ya'ni telefoningizni zaryad qiladigan joylar, pastda kanchik bu yoqda ikkita. Xo'p, mana bu yerda esa skor rechagimiz hamda bu ko'rsatilgan mana buni urgan holatida oldiga, orqaga yo parkovka yoki sport rejimga, albatta bu sport rejimi ham bor. Sport rejimga o'tkazish mumkin. Xo'p, mana bu tugmachamiz esa bu ruchnik hisoblanadi. Tepaga ko'targanda ko'tarildi. Va azizlar, ixchamgina o'ziga yarasha bo'lgan bardachok qismi ham bor. Xo'p, mashina boya aytganimizdek 5 kishilik, sidenalari ko'rib turganingizdek yaxshi materialdan ishlangan. Albatta jilaningizga qarab chiqol taqishingiz hamda polik qilishingiz mumkin o'rtoqlar. Mashinada xavfsizlik tizimi uchun ABS o'rnatilgan, yostiqlik xavfsizlik yostiqchalari ham bor bunda. Mashinani maksimal tezligi 160 gacha. Razgom olishi bu krutash momentga deyiladi. Buni ko'plar o'zi tushunib qoldi. Hozir elektromobil ko'pchilikda bor va elektromobil haqida ham tushunchalar juda yetarli darajada. Mashinani batareyka qismiga keladigan bo'lsak, batareyka mana shu pol qismida joylashgan. Batareykada ichida suyuqligi ba'zilarda litium ion bo'lsa, bizlarda, ya'ni bu Changan Benben mashinamizda batareyka ichida suyuqligimiz temir fosfat, ya'ni litium jeleza fosfat quyilgan. Bu nimani anglatadi? Buni anglatadiki, bu batareyka almashtirmaysiz. Ko'plarda hozir shunday fikr ham bo'lyapti. Batareyka almashtirsak qanchaga tushadi, necha pul bo'ladi? Shunaqa gaplar ham bor. Azizlar, xudo xolasa o'zingizni mashinani ehtiyot qiladigan bo'lsangiz, inshaalloh siz 10 yillar, 11 yillar batareykaga hech qanaqa qo'l tekkizmasdan minasiz. Nima uchun 10 yil, 11 yil? 11 yildan keyin bu nima bo'ladi? Utilizatsiya ham yo'q. Azizlar, 11 yilda
Buni chiqargan zavod aytyaptiki, 11 yilda 15% yo'mkis tushiradi. Yo'mkis hammamiz bilamiz. O'sha paytda boya yuqorida aytganim litium jeleza fosfat quyiladigan bo'lsa, o'rtoqlar, yana o'sha sossenada yurish imkoniyatini beradi degani, o'rtoqlar. Mashinamizning ichki tashqi ko'rinishlarini ko'rib o'tdik azizlar. Sizlarni ko'p vaqtingizni olmay, hozir bilaman hamma ishda, hamma pul topay, nimadir qilay degan harakatda, ayniqsa bu videoni hozir bilamanki, gazda o'chirib turib yo benzinda turib o'tirib olib ko'rayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Buni to'liq obzori, to'liq ma'lumoti, qanchaga qanaqa tartibda olinadi, necha puldan chiqadi, hammasini bilish uchun pastda yozilgan raqamlarga murojaat qilasiz azizlar. Xo'p, mashinamizni Spark bilan qiyoslab o'tdik yuqorida. Sparklarni hozir bilamizki, Yandexda ham ishlab yuribdi. Sparkchilar aniq bilaman, necha pulga gaz olyapsiz va necha pul yuryapsiz. Buni o'zingiz ham bilasiz, albatta. Endi buni biz bitta mashinani kamsitishdan juda yiroqmiz, ochiqcha bir raqobat bu, zamon talabi. Mashinani uy sharoitida 10 ming, 15 ming oralig'ida to'ldirib, shuncha 301 kilometr yurish yoki ko'chada 30 mingdan 40 ming so'mgacha bo'lgan oraliqda summada to'ldirib, yana shuncha kilometr yurish imkoniyatini bera oladigan mashina. Yana bunda Yandex qo'llab oladigan taksichi akalarimiz buni bemalol komfort yurishlari mumkin. Chunki ABS desangiz, ABS bor, magnitofonlari bor bu yerda. Yana konditsioner ham albatta mavjud. Do'stlar, sizlardan bittagina iltimos, biz xabaringiz bor, orada ozgina to'xtalishga majbur bo'ldik, tanaffus qildik va yana qaytdik. Biz sizni qo'llab-quvvatlashingizga juda ham aytib o'tish kerak bo'lsa, juda kerak bizga sizni qo'llab-quvvatlashingiz, do'stlar. O'shaning uchun podpisatsiya tugmachasini bosib, albatta like bosishni unutmang azizlar. Chunki biz qilayotgan mehnatlar sizni bosgan laykingizga qarab ko'payib, ortib boraveradi va biz bundan motivatsiya olamiz, o'rtoqlar. Endi siz podpisatsiya bosib, like bosgan bo'lsangiz, narxini ana endi aytaman. Xo'p, o'rtoqlar, Ramazon aksiyasi ketyapti hozir. Oldin bilamizki, mashina 14,5 ming dollarda sotilgan, trendda chiqqan payti. Hozir yaqin kungacha narx 13.500 dollar edi. Ramazon munosabati bilan biz mashinamiz 13 ming dollar qilib qo'ydik, do'stlar. Bundan tashqari bizda bilasizki, Jack rasmiy dilerimiz Jack mashinasini yuk avtomobillarini passajir hamda liftback, sedan, crossover variantlarini ham topishingiz mumkin, o'rtoqlar. Buni albatta bilasiz va sizga yana bitta yangilik, do'stlar. Ramazon oyi oxirigacha mashina xarid qilgan har bir mijozimizga 2 million so'mlik voucher Ramazon tuhfasi sifatida beriladi, o'rtoqlar. Ramazon oxirigacha, ro'za Ramazon oxirigacha albatta xarid qilishga ulguring. Xo'p, do'stlar, hozir bizda eng arzon bo'lgan elektromobil Chang'an Benben haqida gaplashdik, narxlar haqida gaplashdik. Xo'p, bizda faqatgina Chang'an Benben emas, o'rtoqlar. Bizda BYD Champion Edition, Beijing U5, BYD Yuan Up, BYD Yuan Pro, hattoki Toyotaning sub-brendi bo'lgan GAC Aion mashinlarimiz ham bor, o'rtoqlar. Chang'an Benben xarid qilasizmi? Bizdan Tashkent Motorsdan qaysi bir mashina xarid qilishingizdan qat'iy nazar, o'rtoqlar, Ramazon oyi oxirigacha 2 million so'mlik voucher sovg'a sifatida beriladi. Albatta ulgurib qoling, o'rtoqlar.